shifokor ortodontni taklif etmoqchimiz. Zo'r-ku, Studiyamizga Jasur Suhbatlarni Qodirov tashrif olamiz, buyurganlar. Marhamat Jasur aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jasur aka xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Sizbek, salomatmisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshimiz. Keling, yonma-yon o'tiramiz, kelamiz bugun. Pam pam pam. Jasur aka xush kelibsiz. Rahmat. Salomatmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tong xayrli bo'lsin Jasur Rahmat, aka. o'zingizlarga ham Biz xayrli hozir bo'lsin. aytib o'tganimizdek, bugun mana shu tish, jag' masalalari bo'yicha bizda yig'ilib qolgan savollar bor. Mana shu savollarga bugun qisqacha bo'lsa-da eng kerakli ma'lumotlarni, bizga maslahatlarni aytib o'tasiz mutaxassis sifatida. O'zi umuman ortodontga qachon murojaat qilish talab etiladi? Qanday holatlarda? Xo'p, men o'zim mutaxassisligim ortodont, stomatologman. Bu o'sha tish jag' muammolari bilan shug'ullanadi. Kimdadir agar tishi notekis bo'lsa, og'iz ochilib yopilishida muammolar bo'lsa, tabassumi xunuk bo'lsa, o'sha muammolarni bartaraf qilishga harakat qilamiz. Qachonki bizga murojaat qilishadi, tishlardagi notekisliklarda, o'sha gapirganda talaffuzlarni boshqacha chiqishi, chunki tishlarning notekis bo'lishi bu talaffuzga ham juda ham bog'liq bo'ladi. Shu sababdan biz ko'pincha o'sha notekis tishlarni tekislash, o'smay qolgan jag'larni o'stirish, agar yosh bolalar bo'lsa, yoshi kattalarda bu narsa ko'pincha jarrohlik amaliyoti bilan amalga oshiriladi. Endi tish to'g'risida gapirdingiz. Hozir tishni juda ham yaxshilab bir tabassumi xunuk yoki tishi qiyshiq odamlarni ham tishini xuddi Gollivud yulduzlaridek qilib qo'yish imkoni bor hozir. Albatta. Lekin buni qilgandan keyin tishlar, masalan, jag' tishlari bir-biriga tegmay qoladigan holatlar ko'p bo'ladi. Shaxsan o'zim tishlarimni ko'rsatganimdan keyin bir 3-4 yil vaqt ketdi jag' tishlarim bir-biriga moslashguncha. Lekin ungacha uyqularim yaxshi bo'lgani yo'q, chunki jag' tishingiz bir-biriga tegmasa ham uxla olmas ekansizda. Va bemalol xotirjam uyqu bo'lmaydi. Juda qiyin vaziyat shu tomonlama. Qolaversa o'zim notiqlikdan dars o'taman. Dars o'tayotgan paytimda bir xillar borda, mana shu gapiradigan odamlar bor. Aka, shu ishlating og'iz apparatini deb, "Aka, men harakat qilmayman" deydi, lekin gapira olmaydi-da. Og'iz apparati yaxshi ishlay olmaydi. Shularni ham jag'ini sozlasa bo'ladimi? Yo, bir chiqarib solish kerakmi, nima qilish kerak? Albatta, biz shuning uchun ko'pincha o'zimizni ota-onalardan ko'pincha iltimos qilamiz. Agar farzandlarimiz yosh bo'lsa, ularni davolash, tishlarini tekislash osonroq. Agar o'sha bemorlarimiz yoshi katta bo'lsa, 17 yoshdan katta bo'lsa, endi ularda to'g'irlash anchagina qiyin kechadi. Shu sababdan bolalarni vaqtida 6 oyda bir yoki 1 yilda bir marta shu ortodont ko'rigida ko'rsatib turish kerak. Stomatolog bu boshqacha dunyoqarashga ega, boshqacha fikrlaydi, boshqacha qaraydi. Ular faqat kovayni ko'rishadi. Shunday. Ortodontlar boshqacha fikrlaydi. Ularni fikrlash doirasi sal boshqacharoq. Ularni jag'i yaxshi o'syaptimi, yaxshi o'smayaptimi, nafas olishlari qanaqa, o'shalarga e'tibor beradi. Shuning uchun agar o'quvchilaringiz yoshi kattaroq bo'lsa, endi ularda sal murakkabroq kechadi jarayon. Lekin uning ham imkoni bor. Jarrohlik yo'li yordamida tishlarni to'g'irlab yoki suyaklarni kesib, o'shalarning hajmini o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi Jasur aka, mana shu jag' bilan bog'liq muammolar bor-ku, jag'ni qiyshayishi yoki haddan tashqari chiqib ketgan bo'ladi jag'i, yoki umuman kirib ketgan bo'ladi, yaxshi o'smay qolgan bo'ladi-da, mana shunday turli xil muammolar bo'ladi. Mana shu muammolar, jag' bilan bog'liq muammolar asosan buni sababi nimada, nimaga bog'liq? Birinchi sababi bu bizni ratsionimiz, ya'ni ovqatlanish tarzimiz. Sababi biz hamma ovqatlarimiz hozirgi kunda yumshoq mahsulotlarga o'tgan. Bizda steyklarimiz ham qancha yumshoq bo'lsa, biz zo'r pishibdi, yaxshi bo'libdi deymiz. Lekin o'zi aslida bizning mahsulotlarimiz qanchalik qattiq bo'lsa, nonlarimiz qattiqroq bo'lsa, iloji bo'lsa, qotgan, suv qochgan nonlar oldinlari ko'p yeyilardi. Qancha ko'p qattiq mahsulotlarni yesak, bizning tish jag' sistemamiz shunchalik yaxshi rivojlanadi, yaxshi o'sadi. Shuning uchun bizning farzandlarimizga iloji boricha qattiqroq taomlar berishimiz kerak. Hozirgi fast foodlar, mana bu yumshoq taomlarimiz hammasi jag'imizni o'sishini sekinlashtiradi. Shu sababdan bu birinchi e'tiborimiz. Keyin ikkinchi e'tiborimiz qaratadigan joyimiz bu tabiiy oziqlantirish. Ya'ni yangi farzandli bo'ldi. Chaqaloqlar o'zi juda ham ko'pchiligi pastki jag'i kichkina bo'lib tug'iladi. Endi u onasini emganidan so'ng o'shandagina ularni pastki jag'i o'sishni boshlaydi. Bizda ko'p onalarimiz nima qiladi? Sun'iy oziqlantirishadi. Shu sababdan ham pastki jag' o'smay qoladi. Vau, qarang.
Xo'sh, uy sharoitida qanday mashqlar qilish mumkin o'sha bolani o'sha o'stirish uchun? Agar pastki jag'i o'smayotgan bo'lsa, tepa labini tishlash yoki tepa labini so'rish. Agar pastki jag'i ko'p o'sib ketayotgan bo'lsa, unda pastki labini tishlash, pastki labini so'rish. Endi bu doimiy bo'lishi kerak. Bir kunda 1 soatgina qilsa bu kam. Doimiy bo'lib tursa, charchaguncha kun davomida muntazam shu davomida esiga doimiy tushganda qilib yurish kerak. bajaraverish kerakda, demak bu Albatta, mashqlarni. albatta. Nasldan naslga ham o'tadimi? Jag' bilan bog'liq muammolar. Albatta, bu avloddan avlodga o'tadi. Ko'pincha ota-onasi kelganda bizda birinchi ota-onasiga baho beramiz, ko'ramiz, ularning jag' tuzilishi qanaqa. Agar ularda yuz tuzilishi pastki jag'lari katta bo'lsa, bizni kelajakni taxmin qilishimiz mumkin. Bu sizni farzandingizda ham shunaqa ehtimoli bo'lishi mumkin, pastki jag'ini o'sib ketishi. Chunki bu narsa avloddan avlodga, gendan genga o'tadi. Mana shunday. Aha. Zo'r. Rahmat. Endi o'z vaqtida murojaat qilinmasa, mana shu ortodontga qanday asoratlari bor? O'z vaqtida murojaat qilinmasa, ko'pincha og'iz bo'shlig'idagi muammolar, tishlar qanchalik qiyshiq bo'lsa, ularni tozalash ancha qiyin bo'ladi. Shu sababdan tishlarda kovelar, karieslar ko'p uchraydi. Ikkinchidan, og'izdagi tishlarimiz qiyshiq bo'lgandan keyin biz chaynash sistemamiz o'zgaradi va ovqat hazm qilishi buziladi. Ko'pincha oshqozonni ishdan chiqarishi mumkin bu narsa. Uchinchidan, tishlar qiyshiq bo'lgandan keyin jag' o'z holatida yopilmaydi. Bu narsa kelajakda bo'g'imdagi muammoni va bo'g'im quloq atrofidagi og'riqlarni keltirib chiqarishi mumkin. Yoki bundaqa har xil ovozlar chiqishni boshlaydi, og'iz ochilib yopilganda. Xrushtit Tushunarli. qiladi. Xrushtit qiladi. Qisir qilishni Xuddi boshlaydi. shunday. Qarang, men bir narsani, muhim narsani bildimda, ona suti, ya'ni farzand onasini emishi, mehr odamni bemehr bo'lishi onasini yaxshi emmagan deydi-da. Demak, ona suti jag' rivojlanishi uchun ham katta e'tiborga, juda katta ahamiyatli ekanda bu. Zo'r ma'lumotlarni berdingiz. Bizda reklama. Ketdik.